Sizlar bilan yana bitta kanaldan soliq ma'lumotini hal qilamiz va pul yechamiz. Xo'p, pul yechish videosi hozir bu videoda gaplashmaymiz. Asosan bu videoda soliq hal qilamiz. Soliq do'stlar, diqqat qilinglar, $100 ishlagandan keyin hal qilinadi. Mana kanalimiz $101 ishlagan, shuning uchun soliqni hal qilyapmiz. $100 dan oldin soliq hal qilish shart emas. Qilib qo'ysanglar yaxshi. Lekin qilmaslikni tavsiya qilaman. Nimaga desanglar, chunki $100 gacha yana ma'lumotlar o'zgaradi, viza qo'shasiz, yana bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun eng zo'r variant soliq hal qilish varianti eng zo'ri. $100 dan o'tadi-yu, pul yechmoqchimiz. Shuni soliqni hal qilib, sirasi vizani qo'shib yuborsangiz, sirasi pul chiqib ketadi. Muammolarsiz bo'ladi. Soliq 3-4 yilgami shunaqa amal qiladi. Xo'p, qisqasi so'ldirishtirib o'taman. Videoni boshlashdan oldin bitta like bosib qo'yishni unutmang. Ketdik, qaranglar. Xo'p, mayda go to payments deb bosamiz. Tez so'ldiraman. Shu ishni qilsanglar bo'ldi. Men tarjima qilib o'tirmayman lekin. Mayda muammo bor deyapti. Ustiga bossanglar, mana bu yoqda xullas soliq muammosi haqida aytyapti. Lekin qaranglar, soliq hal qilishdan oldin birinchi navbatda til rus tilida bo'lishi kerak. 3 nuqtani bosib, accountni bosib, settingsni bosib, account information'ni bosamiz. Rus tilida bo'lishi kerak, chunki standart shunaqa. Agar bo'lmasa ekan, keyingisi person information'damidi. Mana person information'ga kirsanglar, mana pastda rus tili qilasizlar. Endi ingliz tili nimagadir chiqmaydi. Shunaqa do'stlar. Ingliz tili shunaqa chiqmaydi. Xo'p, qaniydi bu rus tili? R'ni bo'lsa chiqarmikan? Russian. Mana. Rus tili. Soliq rus tilida to'ldiriladi do'stlar. Shunaqa. Demak, mana shu xullas go to payment ga bosiladi. Ruschasi shu. Undan so'ng bu yoqdan problema deganda bosasizlar, обновить knopkasi bosiladi. Обновить. Обновить bosganingdan so'ng mana bu yoqdan добавить налоговый informatsiyani bosasizlar va formani to'ldirish va dalay knopkasi bosiladi. Bu Chrome programmasida to'ldiryapmiz do'stlar biz soliqni. Masalan, boshqa programmada ayrim payt chiqmay qolish ehtimoli ham bor ekan, shuning Chrome programmasini to'ldirib tavsiya qilaman. O'tkazsam Safari to'ldirganim, nimagadir chiqmadi oxirigacha. Xo'p, bu yoqdan fizический listga qilasizlar, bu yoqdan net qilinadi, bu yoq yana net qilinadi. Shu xullas, birinchisi, ikkinchisida qisqa qilib aytganda. Xo'p, endi bu yoq ma'lumotlar chiqadi. Ism familiyangiz avtomatik o'qib oladi do'stlar. Bu yoqdan O'zbekiston deb tanlaysizlar. Ism familiyaga avtomatik o'qib olmasa, to'liq yozish kerak. Bu yoqda налоговый informatsiya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 ta bo'lib ketdi, 9 yetadi. Любой 9 raqam. Aynan налогdagi raqam shart emas, chunki bu YouTube o'ziga-ku bu. YouTube o'ziga bo'lganiga do'stlar shart emas. Mayda Tashkentga avtomatik chiqsa, chiqmasa belgilab qo'yasizlar. Xo'p, dalay knopkasi bosiladi. Bu yoqdan u meni yes prava bosilib, bu bosilib O'zbekiston tanlanadi. Bo'lmasa ayrim davlatlarga shu налогdan imkoniyat bor, shu O'zbekiston kiradi, biz kiramiz. Lekin ayrim davlatlar kirmaydi. Ular 10%, 20% avtomatik baribir soliq to'lashadi xullas. 0 bo'ladi. Bu yoqdan bu hammasi 0 qisqasi. Nima ko'rsatsam shuni qilinglar bo'ldi. Ko'plar so'raydi, menda o'xshamayapti, nimaga siz qilsangiz bitta o'xshaydi deydi. Men даже videoni montajini qilmayman, bilasizlar do'stlar. Shuni yuklab tashlayman bo'ldi. Buni siri shu, tez to'ldirish kerak bo'ldi. Iloji boricha tez to'ldirib tashlanglar, shunda muammo bo'lmaydi. Cho'zib to'ldirsanglar yoki o'z ayrimlarda faktik problema bo'ladi do'stlar. Masalan, qaysidir joyda ism familiya o'zgartirmoqchi bo'ladi, nimadir qilmoqchi bo'ladi, o'xshamay qoladi. Bo'ldi, qo'llash va sayyora soliq ma'lumotlari hal. 0% stavka tekshirib qo'yasizlar buni. 0 99 ming so'mga do'stlar kerak bo'lsa o'zimiz to'ldirib beramiz mana shunday holatda. 99 ming so'm xizmatimiz. 99lik 791 32 32 nomerimiz. Salomat bo'ling. Faqat Telegram.